Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, dasturlarimiz davom etadi. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz to'g'ridan-to'g'ri jonli ravishda efirga uzatilmoqda. Ayni paytda studiyamiz mehmonlari Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Qashqadaryo filiali mutaxassislari bo'lishyapti. Gap shundaki, markazda bugundan boshlab CRTD kardiojarrohlik implantatsiyasi joriy etildi. Xo'sh, bu qanday jarrohlik amaliyoti? Shu haqida suhbatlashamiz. Mehmonlarimizni tanishtirib o'taman. Yashin Ahmadov, Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi direktori hamda Sardor Ernazarov, markazning intervension kardiologi. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat, xush bo'ling. Oxirgi yillarda barcha sohalarda bo'lgani singari tibbiyot sohasida ham keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilyapti. Markazda ko'p qirrali kardiojarrohlik amaliyotlari o'tkazilyapti, ochiq turdagi, murakkab turdagi va shulardan biri biz ta'kidlab o'tayotgan CRTD implantatsiyasi hisoblanadi. Xo'sh, bu qanday jarrohlik amaliyoti va fuqarolarga, aynan yurak xastaligi bo'yicha markazga murojaat qilayotgan aholi vakillariga qanday yengilliklarni, afzalliklarni taqdim etadi? Rahmat. Bu hozirgi aytib o'tganimiz dastavval qisqagina o'zi bu tarixga qarab to'xtalib o'tadigan bo'lsak, albatta mana shu Qashqadaryo viloyatida bizni kardiologiya markazining filiali ishga tushishidan maqsad ham mana shu aholimizga sifatli va samarali tibbiy xizmatni ko'rsatishdan iborat edi. Mana shu davr o'tdi. Mana 2018-yilda mana shu filial binosi agar muhtaram prezidentimiz tomonidan mana shu topshirilgan bo'lsa, mana shu tibbiyot xodimlariga mana shu ish faoliyat davomida mana shu 7 yil davomida aytib o'tadigan bo'lsa, bir qator o'zgarishlar kuzatildi. Mana agar to'xtalib uzoqqa bormaylik, 2023-yilda mana shu filialimizda 5 nafar xodimi davlat byudjet mablag'lari hisobidan mana shu muhtaram prezidentimizning 103-sonli qarorlari ijrosi asosida Rossiyaning nufuzli klinikalarida va shu bilan Germaniyaning Sharite universitetida o'z malakasini oshirib keldi. Shu bilan birga mana shu filialimizga bir qator nufuzli chet elning nufuzli klinikalardan yetakchi mutaxassislarni taklif qilgan holatda biz o'zimiz mahorat darslari orqali aholimizga mana shu tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqdamiz. Bu hozirgacha davom etyapti. Lekin asl maqsadi o'zi bu yetakchi mutaxassislarni markazimizga taklif qilishdan asl maqsad Qashqadaryo viloyatiga yoki o'z aholimizga mana shu chet el mutaxassislari ishtirokida jarrohlik amaliyotini amalga oshirish emas. Asl maqsadimiz balki mana shu chet eldagi yetuk mutaxassislarni filialimizga taklif qilgan holatda ma'lum bir murakkab turdagi mana shu jarrohlik amaliyotlarini bir tibbiyot xodimi emas, balki jamoaviy holatda o'zlashtirib olish hisoblanadi. Endi bu qaysidir darajada mana yetgan mana shu narsalar o'z mevasini beryapti deb ayta olamiz. Mana shu vaqtgacha hozir amalga oshiriladigan jarrohlik amaliyotlari mana shu chet eldan mutaxassislar chaqirilgan holatda yoki mana ko'pgina bizga ko'p yordam beradigan mana shu Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya markazini mana shu jamoasi yordam berib keladi. Shu mutaxassislarni chaqirgan holatda ko'pgina murakkab turdagi jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirib kelardik. Hozir ham bu davom etyapti. Lekin biz mana tahlil qiladigan bo'lsak, 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 2023-yilda 16 marotaba chet ellik mutaxassislarni taklif qilgan bo'lsak, filialimizga 2024-yilga keldi, bu 10 tagacha tushgan. Ya'ni 16 marotaba qilingan takliflar hozir mana 2024-yilda 10 marotabagina taklif qilganmiz. Bu qaysidir tomonlama qaraydigan bo'lsangiz, go'yoki soni kamaygan. Yo'q, soni kamaymagan. Balki mana shu chet ellik mutaxassislar bilan birga amalga oshiriladigan jarrohlik amaliyotlari o'zimizda o'zbek yigitlari, yosh kadrlar tomonidan amalga oshirilayotgan. Demak, mana shu tibbiyotda amalga oshirilayotgan bir islohotlarning bir mevasi deb hisoblasak bo'ladi. Qaysidir ma'noda jahon tajribasi yaxshi o'zlashtirilyapti. O'zlashtirilyapti. Bu nimani eng quvonarli jihati, keksa nima tomonlardan o'zimizning yosh yetuk, o'zimizning yosh kadrlarimiz tomonidan amalga oshirilyapti. Endi bugungi hozir beradigan mana hozirgi bergan savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, CRTD implantatsiyasi bu viloyatimizda ilk bor mana bugun yo'lga joriy qilindi. Bu qanday holatga amalga oshiriladi? Qisqacha to'xtalib o'tiladigan bo'lsak, bemorlarda mana bugun amalga oshirilgan bemorimizda uzoq yillar davomida yurak yetishmovchiligi bilan davolanib kelgan. Bir necha bor respublikada turli xil klinikalarda, markazlarda
davolangan, lekin oxirgi 2 yil ichida har qanday jarrohlik amaliyoti ham va shu bilan birga mana bu dorilar asosida davolash ham umuman samara bermay qolgan. Natijada bemor juda tushkun holatda va o'g'li ham juda tushkun holatda keldi, bizga murojaat qildi. O'zaro mana oldimda intervension kardiologim o'tiribdi. Butun jamoa bilan birlashgan holatda buni maslahatlashdik va biz mana shu CRTD implantatsiyasini qo'yishda lozim topdik. Bu nimani beradi? Ya'ni mana shu o'zi nimasiga yurakni resinxron terapiyasi defibrilyator implantatsiyasi bilan birga bu uskuna. Ya'ni yurakni bir xil maromda qisqarishini va mana shu bir xil maromda qisqarish natijasida yurakning quvvatini oshishiga va hayot uchun xavf soladigan, yurakni hattoki to'xtatib qo'yishiga sabab bo'ladigan yurakni murakkab turdagi aritmiyalarni oldini olishga xizmat qiladi. Va agar qo'pol tarzda tushuntiradigan bo'lsak, ya'ni mana shu yurak to'xtab qolgan holatda mana shu ishlab ketishiga yordam beradigan uskuna hisoblanadi. Demak, u yurak xastaligi bor bo'lgan, aynan shu amaliyotga muhtoj bo'lgan bemorlarga qo'yilyapti. Albatta, bu ilgari ham bundan bir necha yil oldin bizda amaliyot amalga oshirilgandi. Unda faqat CRTP amaliyoti amalga oshirilgandi. Bu mana shu bugun joriy qilingan amaliyot bu CRTD amaliyoti hisoblanadi. Bu viloyatda ilk bor amalga oshirilyapti. Endi bu har bitta narsaning boshlang'ich mevasi hisoblanadi. O'ylaymizki, kelajakda bu narsani agar shu bilan murojaat qilib keladigan har bitta aholimizga bu amaliyotni amalga oshirishga o'zimizda xodimlar tomonidan amalga oshiriladi. Alohida men bir urg'u berib to'xtalib o'tmoqchiman. Nafaqat CRTD amaliyot, bu juda qimmat turadigan amaliyot hisoblanadi. O'rtacha masalan men ilgari ilmiy ish qilib yurgan vaqtimda markazda ishlab yurganimizda bu amaliyotni amalga oshirish uchun juda katta pul mablag' ajratilardi. Hozir ham bir o'rtacha 150 million atrofida ketishi mumkin. Lekin mana shu nima bilan murojaat qildi, o'g'illar murojaat qilib keldi. Bizda rahbariyat tomonidan juda bir keng imkoniyatlar yaratilgan. Davlat tibbiy sug'urtasi ishga tushgan, bilasiz. Butun respublikani har bir hududlarda tizimli ravishda ishga tushyapti. Bu biz ham hamkorlik bilan amalga oshiramiz. O'rganib ko'rsak, onaxon ikkinchi guruh nogironi va nafaqada ekanlar. Shunda davlat tibbiy sug'urtasi mana shu xodimlari va o'zimiz xodimlar bilan maslahatlashgan holatda davlat byudjet mablag'lari asosida bu ushbu amaliyotni amalga oshirdik. Bu bitta amaliyot. Ikkinchi mana hozir mana tushlikdan so'ng yana bitta ikkinchi amaliyotni joriy qilishni rejalashtirganmiz. Bu amaliyot boshlandi markazimizda, o'sha filialimizda. Bu demak kardioverter defibrilyator implantatsiyasi. Bu ham Qashqadaryo viloyatida ilk bor amalga oshirilyapti. Bu qanday kimga amalga oshirilyapti? Bu ham Qashqadaryo viloyatidagi bir yosh qizimizda uzoq yillarda juda bir bezovta bo'lib turgan, ya'ni yurakning murakkab turdagi aritmiyasi bilan bezovta bo'lgan, ko'pchilik holatlarda yurak to'xtab qolishigacha sabab bo'lgan, olib kelgan va teskari holatlarda tibbiyot xodimlari tomonidan bu narsaga bemorga yordam berilgan. Lekin bu agar vaqtida oldi olinmasa, o'lim bilan tugaydigan holat hisoblanadi. Ya'ni o'ng qorinchani mana shu o'ng qorincha displaziyasi, aritmogen displaziyasi tashxisi bilan og'rigan qizimizga o'zaro juda ko'p dorilar ham samara bermay boshlagan, yurakni aritmiyani oldin oladigan antiaritmik dori preparatlari yordam bermagandan so'ng ular ham bizga murojaat qilishdi. Respublika kardiologiya markazi xodimlari bilan o'zaro maslahatlashgan holatda birinchi navbatda bu bemorga tashxis qo'ydik. Juda kamdan kam holatda uchraydigan kasallik hisoblanadi. Tashxis qo'yish ham juda murakkab hisoblanadi. O'zaro kardiologiya markazi xodimlari va o'zimizning filial xodimlari bilan birlashgan holatda bu bemorimizga ham mana shu kardioverter defibrilyator implantatsiyasi qo'yishni lozim deb topdik. Bu nima beradi? Ya'ni bu bemorda ham hayot uchun xavf soladigan, yurakni to'xtashiga sabab bo'ladigan aritmiyalar yuzaga kelib, yurak to'xtab qolgan holatda ham o'z-o'zidan apparat, uskuna impuls beradida yurakni ishlab ketishiga sabab bo'ladi. Agar ruxsat bersangiz, bu narsaga o'zimning xodimim mana shu aynan shu holat bilan yondashgan, to'g'ridan-to'g'ri mana hozir yuqorida aytib o'tgan CRTD implantatsiyasiga to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etgan intervension kardiologimiz
o'zini fikrini bersin. Menda ham savol bor edi. Intervension kardiologsiz, aynan mana shu turdagi jarrohlik amaliyotlarida sizning ishtirokingiz muhim hisoblanadi, tajribangiz ham. Bugun shu jarayonning boshida birinchi qismida ishtirok etdingiz. Ta'kidlab o'tganlaridek, ikkinchi bemor bilan biz ham tanishmiz. U 28 yoshda, dastlabki bemoringiz 66 yoshdagi onaxon edi. Aynan mana shu operatsiyani 99% holatda muvaffaqiyatli amalga oshiriladi deyishyapti-da. Bu qanchalik to'g'ri? Bemorlar o'zlarini aynan jarrohlik amaliyoti stolida, ya'ni qismida qanday his qilyapti? Shu jarayonlar haqida ma'lumot bering. Bu amaliyot jarayonida avvalo bemorlarimiz uxlatilmaydi. Ortiqcha kesmalarsiz, ortiqcha uxlatishsiz, ya'ni narkoz bermasdan amalga oshiriladi. Ya'ni o'sha qon tomir orqali kichik kesma bilan yurakni o'sha o'ng bo'lmachasi va o'ng qorinchalariga kerakli elektrodlar o'rnatiladi va o'sha ustozimiz aytganlaridek hayot uchun xavfli bo'lgan har xil aritmiyalar fonida u elektrodlar ishga tushib, o'sha aritmiyalarni bartaraf qilib, bemorni o'sha hayotiy yashovchanlik qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi. Yana bu apparatni qo'yilishga ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Yurak qisqarish kuchini pastligi, normadan pastligi, kardiogramma bo'yicha har xil o'sha blokadalarning borligi, ya'ni aynan chap qorincha qisqaruvchanligini ko'rsatadigan qo'yres komplekslarini EKGda normadan kengayganligi bu apparatlarni qo'yishga ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Bu apparatni qo'yganimizdan keyin bemorimiz o'sha o'zlarini sog'lomdek his qiladilar, bemalol hayot tarzlarini, normal hayot tarzlarini olib boraveradilar. Yana bu operatsiyaning afzallik tomonlari, bemor operatsiyadan o'zi uyg'oq holatda chiqib ketadi. Hamma o'ziga kerakli bo'lgan harakatlarni o'zi amalga oshiradi, ya'ni ortiqcha yordamchi kerak bo'lmaydi bu amaliyotlarimizda. Muvaffaqiyatli tomonlari o'sha mana shu narsalar qilinadigan ishlarda. Kasallikdan oldin o'zini qanday his qiladi-yu, aynan mana shu jarrohlik amaliyotidan keyin qanchalik o'zgaradi bu holat? Kasallikdan oldin bemorda eng birinchi muammo bo'ladigan narsa, ya'ni o'sha yurakning qisqaruvchanligi, pastligi, yurak fraksiyasi deydi, yurak kuchini kamligi. Bemor 50 metr atrofida ham piyoda o'zi bemalol harakatlana olmaydi. Bu amaliyotdan keyin esa sog'lom odam qanday bo'lsa, bemalol o'zini o'sha harakatini davom ettiraveradi. Agar lozim topsangiz men qo'shimcha qilaman. Endi bu bemorda boshida dasavval ko'rganimizda aksariyat bu kimlarga o'zi beriladi. Mana masalan bugun qo'ygan bemorimizda hatto aytganlaridek, xonimimiz aytganlaridek, qisqa jismoniy harakatda ham kuchli hansirash, gorizontal holatda, yotoq holatda nafas qisishiga, uxlashda ham o'tirgan holatda uxlashiga, oyoqlarda va qorinda shish bo'lishiga shikoyat qilgan. Bu dori preparatlari ichgan holatda kuzatiladigan holat. Endi mana masalan bugun CRTD implantatsiyasini o'rnatdik. Bemor darhol samara olmaydi. Sababi chunki uzoq yillar davomida yurak muskullari yetarlicha toliqqan hisoblanadi. Bu yurak resinxron terapiyasi defibrillator bilan birga bo'lgan uskunani o'rnatish orqali bir xil maromda ishlashini ta'minlash orqali biz ularda miokard metabolizmini yaxshilaydigan dori preparatlari bilan birga hamohang qo'llagan holatda bemorimizda sekin astalik bilan yuqoridagi aytilgan shikoyatlar kamaya boshlaydi. Birinchi qo'yishdan maqsad hayot uchun xavf soladigan aritmiyani oldini olish va bemorning hayot sifatini yaxshilash. Bu shifokorimiz aytgandek, albatta bu narsaga sekin-sekin amalga oshiriladi. Bemorda bu uskuna qo'yilgungacha bo'lgan holat bilan qo'yilgandan keyingi holatni bemor asta-sekinlik bilan sezilarli darajada o'zgarish sezganini biladi. Siz ta'kidlab o'tayotgan aynan mana shu jarrohlik amaliyotida insonni yurak qismiga quvvat beruvchi uskuna joylashtiriladi va aynan mana shu uskuna tufayli uning sog'ligi muhofaza qilinadi, to'g'rimi? Bemor o'zida his qila oladimi o'sha deylik tibbiy uskunaning joylashganligini? Operatsiyamizning muvaffaqiyatli tomonlaridan yana biri shuki, bemor uni his qilmaydi hech qanaqa. Chunki qo'yiladigan narsa u kichik hajmda bo'ladi va ortiqcha hech qanaqa badan tanasida ortiqcha kesma shiram izlari bo'lmaydi. U elektrodlar teri orqali qon tomiriga kirgizilib, yurakka joylashtirib qo'yilgan bo'ladi. U hech qanaqa tashqi tomondan bemorga noqulaylik sezdirmaydi, tug'ilmaydi. Mana bugungi amaliyotimiz qancha davom etdi?
1 soat atrofida davom etadi. Rejalashtirganda 2 soat davomida davom etishi rejalashtirilgandi, lekin muvaffaqiyatli ravishda amalga oshirildi. Bemorimiz sog'indi, 1 soatga nima bo'ldi. Bu ham demak, bu uskunani ham muvaffaqiyatli joylashgani bir nima belgisi hisoblanadi. Rahmat. Yuqorida jahon tajribasi xususida so'z yuritdik-da. Aynan bugungi kunda respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida necha nafar xodim jahon tajribasini o'zlashtirdi? Qayerlarda bo'ldi? Bugun bu samarani qay darajada biz e'tirof eta olamiz ommaviy axborot vositasi orqali? Mana yuqorida aytib o'tildi, 2022-yil, 23-yil, 24-yil, mana shu 3 yil davomida bizda bir narsaga to'xtalib har doim aytib o'taman. Ilgari mana masalan yosh xodimlarimiz chet elda borib o'z malakasini oshirib kelishni xohlardi. Lekin imkoniyat bo'lmasdi. Chunki baribir moliyaviy holat bilan hisoblashmasa bo'lmaydi. Xohlardi masalan Germaniyada borishdi, Rossiyada borishdi, borib kelishni xohlardi, tilni biladi. Lekin imkoniyat yo'q moliyaviy jihatdan. Lekin hozir mana masalan alohida barib to'xtalib o'tmasam bo'lmaydi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan 103-sonli qaror imzolandi 2022-yil 26-yanvarda. Mana shu orqali faqatgina mana shu qarorda ostida Qashqadaryo viloyatidan 6 nafar xodim malakasini oshirib keldi. 5 nafar xodim bizni o'zimiz filialimizdan, 1 nafar xodimimiz til bilishini va o'zaro suhbat asosida Shahrisabz tumanidan kardiolog xodimni jo'natdik. Rossiyani demak Bakulev universitetida o'z malakasini oshirishdi. Nimada Germaniyani Shariti klinikasida universitetda o'z malakasini oshirishdi. Rossiyani bir qator nufuzli klinikalarda 5 nafar xodimimiz va 1 nafar tumandan kardiologimiz o'z malakasini oshirib keldi. Undan tashqari yana bitta imkoniyat, bu hammasi juda katta mablag'ni, hammasi davlat byudjet mablag'lari asosida qoplandi. Endi yana bundan tashqari xodimlarimiz rejali ravishda, uzluksiz ravishda mana bu chet ellarda tashkil etilgan xalqaro konferensiyalarda o'zlarining ishtirokini etib keladi. Mana Sardojon Ernazarov ham borib keldi. Mana masalan o'tgan o'zlarini Hindistonda bo'lgan xalqaro konferensiyalarda, Dubayda bo'lgan xalqaro konferensiyalarda, Rossiyada bo'ladi. Imkoniyat yaratib beramiz, faqat ketishdan oldin ularga talab qo'yiladi. Borib sayohat emas, aholimizga xizmat qiladigan, filialimizda kelajakdagi ishiga rivoj beradigan bir nimadir o'rganib kelishda nima qilamiz. Hozircha mana shu har bir konferensiyada deymizmi, boshqa chet el klinikalarda malaka oshirib kelgan mutaxassislar o'zimizda mana shu aholimizga yangidan yangi mana shu jarrohlik amaliyotlari deymizmi, davolash diagnostika usullari deymizmi, tatbiq etib berishmoqda. Va bunday keyingi mana shu yilda ham rejamiz ancha bisyor. O'tgan 2024-yilda biz Rossiyani demak Marinovskiy shifoxonasi bilan va 40-sonli shahar shifoxonasi, Belostrov ko'p tarmoqli xususiy klinikasi bilan memorandum imzolagandik va Turkiyaning sog'liq bilimlar yurti, sog'liq bilimlar universiteti bilan memorandum imzolagandik. Mana shu doirasida biz mana shu 2025-yilda ham bir qator xodimlarimizni malaka oshirishga yuborishni rejalashtirganmiz. Va mana shu memorandumlar asosida mana ertangi kunda ham yana Sankt-Peterburg shahridan professorimiz Payvin Artem Aleksandrovich taklif qilganmiz. Taklif qilishdan ham maqsad demak viloyatimizda kichik kesmalar orqali yuqori texnologik kardiojarrohlik amaliyotlarini keng yo'lga qo'yish. 2024-yilda ham bir necha bor marotaba taklif qildik. Artem Aleksandrovich va Shvetsariyadan ham mutaxassislar taklif qildik, lekin ularning ham soni sekin-asta qisqarib boryapti. Sababi o'zimizni kardiojarrohimiz tomonidan sekin-asta bu usullarni o'zi mustaqil ravishda yo'lga qo'yilyapti. Hozirda ham mana shu 7 nafar bemor tayyorlangan, ilgari amalga oshirilmagan bir murakkab turdagi kardiojarrohlik amaliyoti bilan agar muvaffaqiyatli ravishda mana shu mahorat darsi orqali chet el mutaxassis bilan birga amalga oshiradigan bo'lsak, bunda nafaqat kardiojarrohlarimiz, balki hamshiralarimiz yoki sanitar deymiz, o'rta va kichik tibbiyot xodimlari tomonidan ham ushbu amaliyotlar o'zlashtirilgan holatda
mana shu aholimizga shu tibbiy xizmatda yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarini jamoa mustaqil ravishda yo'lga qo'yishga xizmat qiladi. Endi rejamiz ham shuda, chunki faqat chet ellik mutaxassislarni O'zbekistonga yoki Qashqadaryoga taklif qilib jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirib ko'z-ko'z qilish emas, balki mana shu ularni taklif qilgan holatda o'zi mana shu tibbiyot komandasi deymiz, komandasini o'zlashtirib olish. O'zlashtirib olib, bizni oldimizga juda katta bir rejalarni qo'yganmiz. Bu mana shu amaliyotlarni ham o'zlashtirish orqali nafaqat Qashqadaryoda, balki mana shu respublikaning boshqa hududlarida ham shu filial xodimlarimiz orqali joriy qilish yoki mana intervension kardiolog o'zlari ham tasdiqlab beradilar. Boringki, agar zarurat bo'lib, agar buni imkoniyatini topilsa, respublika boshqa respublikalarda ham bu amaliyotni mana shu xodimlar tomonidan joriy qilishda rejalashtirganmiz. Hozir mana ta'kidlab o'tganingiz CRTD implantatsiyasi, kardiojarrohlik amaliyotlari endi mana shu tibbiyot komandasi orqali Qashqadaryoda bundan keyin muntazam ravishda amalga oshiriladi. Xulosaviy fikrlaringiz bo'lsa marhamat. Kelgusida yana qanday turdagi kardiojarrohlik amaliyotlarini viloyat aholisiga taqdim etish ko'zda tutilgan? Endi agar ruxsat bersangiz, birinchi o'ringa mana bugungi CRTD amaliyotini yo'lga qo'yilishiga biz uchun yaratilgan sharoit uchun albatta hukumatimizga rahmat aytaman. Chunki bugungi qo'yilgan mana shu uskuna davlat byudjeti mablag'lari hisobidan amalga oshirildi. Agar shu narsada imkoniyat yaratib bo'lmasa, biz ham shu narsani amalga oshirishimizda imkoniyat bo'lmasdi. Va agar imkoniyatdan foydalangan holatda ruxsat bersangiz, men mavzudan biroz chiqamanda aholiga murojaat qilmoqchiman. Chunki bizda birinchi maqsadimiz tibbiyot xodimlarini, bizga qo'yilgan vazifalar ham shundan iborat bo'ladiki, biz ko'pgina jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirishimiz kerak emas. Balki mana shu yuqori texnologik murakkab turdagi jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirilishiga sabab bo'ladigan kasalliklarni oldini olish hisoblanadi. Hozirgi kunda siyosat ham shu hisoblanadi. Shu maqsadda hozir mana nafaqat bizning Qashqadaryomizda, balki butun respublika bo'yicha profilaktik ko'riklar va skrining tekshiruvlari amalga oshirilyapti. 40 yoshdan katta bo'lgan aholi o'rtasida profilaktik skrining tekshiruvlari amalga oshirilyapti. Shunda ruxsat bersanglar, mana shu aholimizdan so'rab qolamiz. Mana shu skrining tekshiruvini o'tkazishda o'zlari ham jonbozlik ko'rsatishlarini, agar tibbiyot xodimlari ularni aynan taklif qilishlarini emas, ular aholimiz tomonidan tibbiyot xodimlariga murojaat qilgan holatda kasalliklarni o'zlaridan mavjud bo'lgan kasalliklarni erta aniqlashga o'z hissalarini qo'shishlarini so'rab qoladi. Agar shunda bo'ladigan bo'lsa, men masalan o'zim shifokor sifatida, rahbar sifatida, tibbiyot xodim sifatida shuni xohlayman. Viloyatimiz, nafaqat viloyatimizda, balki O'zbekistonimizda mana shu yuqori texnologik jarrohlik amaliyotiga ko'rsatma bo'ladigan mana shu aholimiz sonini qisqarishini xohlayman. Buning uchun biz tibbiyot xodimlaridan bizga qo'yilgan vazifani to'g'ri ado etish, ya'ni aholi o'rtasida profilaktik ko'riklarni to'g'ri tashkil qilish va skrining tekshiruvlarni amalga oshirish orqali mana shu kasalliklarni erta aniqlash va ulardan bo'ladigan mana shu nogironlik yoki asoratlarni oldini olish hisoblanadi. Ikkinchidan, aholimiz ham shuni to'g'ri tatbiq qilsa, bular ham to'g'ri tushunsa-da, bu narsaga ular ham hamohang ravishda bu narsani jonbozlik ko'rsatsa, bu kardiojarrohlik amaliyotlarining soni, yuqori texnologik jarrohlik amaliyot soni ham kamayadi. Niyatimiz ham shu. Soni kamaysa, aholimiz o'rtasidagi yurak qon tomir tizimi kasalliklari soni kamaysin-da, aholi o'rtasidagi o'rtacha yoshlarning soni osha boshlasin. Rahmat yetkazilgan fikrlar uchun. Albatta har bir inson o'zining sog'ligiga befarq bo'lmasligi kerak. Profilaktikani vaqtida amalga oshirish lozim. Siz ta'kidlaganingizdek, oilaviy poliklinikalarda albatta chaqiriqlar bo'ladi, skrining tekshiruvlariga keling degan, har xil darajadagi, har xil yo'nalishlardagi, to'g'rimi? Bu yurak sohasida ham bo'lishi mumkin. Yurak bizni hayotiy faoliyatimizni tiklab beruvchi eng muhim inson organizmi hisoblanadi. Xulosaviy fikrlar uchun, bo'layotgan yangiliklar bayoni uchun sizga tashakkur bildiramiz. Eslatib o'tamiz, qadrli teletomoshabinlar, studiyamiz mehmonlari Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi mutaxassislari bo'lishdi. Tashrif uchun rahmat, e'tiboringiz uchun sizga ham rahmat. Salomat bo'ling.